5-may kuni Toshkentdagi Bo'rijar kanaliga 2 qizaloq tushib ketdi. Ularga yordam berish maqsadida suvga sakragan mard vatandoshimiz Abdumannob Samiqov ularni qutqardi, ammo o'zi halok bo'ldi. Fidoyi va vatanparvar inson sifatida tanilgan Abdumannob Samiqov prezident tomonidan jasorat medali bilan mukofotlandi. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-may kuni Toshkent shahridagi Bo'rijar kanalida ro'y bergan mash'um voqea haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar topgan edik. Yakkasaroy tumanida yashovchi fuqaro Abdumannob Samiqov qizaloqlar cho'kayotgan vaqtida o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, bolalarni qutqarib qoldi. Afsuski, bu ezgulik yo'lida uning o'zi qahramonlarcha halok bo'ldi. Toshkent shahar hokimligida bo'lib o'tgan marosimda so'zga chiqqanlar boshqalar hayotini saqlab qolish uchun jasorat va fidoyilik ko'rsatish nafaqat yuksak fuqarolik burchining ifodasi, balki hurmatga sazovor va ibrat olishga arzigulik chinakam vatanparvarlik namunasi ekanligini ta'kidlashdi. Hozirgi kunda bizda ham achinarli holatni ham ko'z yoshlarni paydo qildi. Lekin shu bilan birgalikda mana shunday inson, mana shunday o'zbek fuqarosi shunday qahramonlik ko'rsatganligi bizda g'urur shakllantirdi. Aynan bir necha soniyalarda qaror qabul qilib, mana shu inson o'zining manfaatidan ko'ra shu qizlarni saqlab qolish manfaatini ustun qo'ygan saran o'zida mana shu kuchni topib shu qarorni qabul qildi. Afsuski, bu achinarli holat bilan yakunlandi. Lekin bunda uning asl fe'li, xarakteri, insoniyligi ko'rinib qoldi, jasorati ko'rinib qoldi. Ota bola qo'rqmasdan, bir zumda shunda o'zini hayotini o'ylamasdan shu ikkita yosh qizchani qutqaraman deb suvga tashlaganidan ijtimoiy tarmoqda ko'rganimizda o'z hissiyotimizni yurakdan o'tkazgan edik. Demak, bu insonni otasi to'g'ri tarbiyalagan. Bizda masalan kengash va hokimiyat bolalarini otaligiga olib, bu insonni bolalarini o'zini otasiga o'xshagan fidoyi qilib tarbiyalashga harakat qilamiz. Marhum qahramonimizning ko'rsatgan jasorati barchaga o'rnak. Davlatimiz rahbarining farmoniga binoan marhum qahramon Abdumannob Samiqov hamda qutqaruv jarayonidagi mardona harakatlari uchun Nurmuhammad Mamasaliyev jasorat medallari bilan taqdirlandi. Vatan o'z qahramonlarini unutmaydi. Hech ikkilanmasdan suvga o'zini tashlagan, natijada 2 nafar qizaloq hayotini qutqarib qolgan qahramonlar bugun munosib taqdirlandilar. Bu mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, vatan qahramonlariga hurmat ko'rsatishning yuksak namunasi bo'ldi desak, xato qilmagan bo'lamiz. Kuchli va mehr-oqibatli jamiyatda insoniylik hech qachon unutilmaydi. Sardor Mirfuzalov, Zoir Shavkatov, Poytaxt.